Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni iymonli bo'lib, musulmon bo'lib, iymonning ustida, islomning ustida yashayotganligimiz uchun Alloh taologa cheksiz sanolarda aytishligimiz kerak. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanaqa odamlarga payg'ambar bo'lib kelganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam birinchi payg'ambar bo'lib yuborilgan paytda eng ko'r-ko'rona yashayotgan johiliyat xalqqa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborilgan. U johil xalqlar toshdan bo'lgan but sanamlarga ibodat qilayotgan, o'zlari xudolarini yasab olib, qonni ochganda, ya'ni halvodan yasashardi-da, qonni ochganda shu halvoni yeb olishardi. O'zlari shu meni xudoyim deb ertaman shunga sig'insa, abetda qonni ochib ketsa, shu halvoni yeyishib olardi. Shu darajada johiliyat xalqqa va ba'zi arab qabilalari o'zlarini jigar porasidan bo'lgan qizlarini ko'madigan, qizini bu menga or bo'lib qoldi deb turib, qizlarini ko'madigan qavmlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborildi. Zulm qilish odatiy holat, fohishabozlik odatiy holat. Shunaqa hatto ularning shiori bordiki, kim zulm qilmaydigan bo'lsa, ya'ni man la yazlimun nas yuzlam, odamlarga zulm qilmasa unga zulm qilinadi degan shior ostida yashashardi. Ya'ni siz zulm qilib yashamasangiz, sizga biroz zulm qilib ketadi. Shunaqa shiorning ostida yashagan odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborildi. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan ularga qarshi eng katta hujjati risolat nuri edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga olib kelayotgan ilohiy risolatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalqlarga yetkazishni boshladi. Birodarlar, ilohiy risolatning asosi ilm. Ilohiy risolatning asosi ilm. Ilm bu nima degani? Ilm ruhlar oziqasi bo'lgan. Ilm insonning ruhini oziqasi bo'lgan. Ilm dunyo hayotining nuri hisoblanadi. Ilm, aziz birodarlar, xalqlarni yuksaklikka, haqiqiy rijollarni tarbiya beradigan, haqiqiy insonlarni tarbiya beradigan shunday ilm hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo ko'payib ketishligini, shuni so'rang, boshqa narsani so'ramang deb buyurgan narsasi ilm hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va qur Robbi zidni ilma, ey Muhammad alayhisalom, Robbingizga duo qilayotganda ko'payib ketishligini so'raydigan narsangiz ilm bo'lsin, boshqa narsa bo'lmasin deyapti. Ziyodasi so'ralgan narsa faqat ilm dinimizda. Biron bir hadisda, biron bir oyatda molim ko'payib ketsin yoki bola chaqam ko'payib ketsin degan oyat, hadis yo'q. Barakasini so'ralgan. Molimga baraka bergin deb Alloh taolo, ya'ni payg'ambar alayhisalom duolarda Allohumma akthir mali va valadi va barik li fima a'taytani hadislar bor. Parvardigorim, meni molimni, bola chaqamni ko'paytirib o'zing barakasini bergin. Insonda bitta bola bo'lsa ham barakali bo'lishligi uchun shu inson boshqa odamlarga, shu bola boshqa insonlarga manfaati yetsa, shu inson barakali bola. Yani bitta o'g'il bo'lsa yoki bitta qiz bo'lsa, ummatga foydasi tegayotgan bo'lsa, shu inson barakali bolalaridan Alloh baraka beribdi bunga deb bemalol duo qilamiz. Baraka degani ko'p bo'lib ketsin degani emas. Lekin ko'paysin deganda shuni so'rang deb Alloh taolo so'ratgan narsa Rasulullohga ilm bo'lgan. Agar ilmdan sharafliroq biror narsa bo'lganda Alloh taolo buyurardi, shuni ham so'rang deb. Ilmdan sharafliroq biror narsa yo'q. Shuni bilib qo'yinglar. Ilmdan sharafliroq biror narsa yo'q.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olim bilan obidni misolini keltiradi. Olim bilan obid degani ilmsizona ibodat qilayotgan kishi. Olim degani ilm bilan ibodat qilayotgan kishi. Shu ikkovining misoli oy bilan yulduzga o'xshaydi. Ya'ni olim oy bo'ladigan bo'lsa, qolganlar yulduzga o'xshaydi degan. Demak, aziz birodarlar, endi buni aksi nima? Buni aksi ilmsizlik, buni aksi johiliyat, buni aksi aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning dini, Alloh haqida, payg'ambari haqida bilmasdan gapirishlik, bu mana shu ilmsizlik bo'lib hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qul innama harrama robbi al-fawahisha ma zahara minha va ma batan wal isma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana va an taqulu ala Allohi ma la ta'lamun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdi: ey Muhammad alayhisalom, beda to'rtta narsani aziz birodarlar Alloh taolo harom qilganligini darajama-daraja aytayapti. Darajama-daraja. Innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Fahsh ishlarni, oshkorini yu yashirinchasini, fahsh ishlarni qaysi turi bo'lsin, og'zingizdan chiqadimi u fahsh ish, quloqingiz bilan eshitasizmi, ko'zingiz bilan ko'rasizmi, fahsh ishni qaysi turi bo'lsa ham Alloh taolo harom qildi ayting odamlarga deyapti. Val bag'i, zulmni, nohaqdan zulm qilishlik. Ikkinchisi, va an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allohga sherik qilishlik. Vaholanki Alloh taolo bunga hujjat tushirmagan edi. Uchinchisi va to'rtinchisi aziz birodarlar, va an taqulu alallohi ma la ta'lamun. Alloh haqida bilmagan narsalarni aytishlikni Alloh taolo eng katta gunohlar qatoriga sanadi. Ulamolar aytishadi, Alloh taolo bu yerda tartiblab, darajalab qo'ydi. Eng yengilidan boshladi deyapti. Eng yengilidan boshladi. Eng yengili nima ekan? Fahsh ishlar qilish. Undan keyin og'irrog'i, demak, zulm qilish. Undan ham og'irrog'i shirk keltirish va undan ham og'irrog'i aziz birodarlar, bilmasdan Alloh haqida gapirish. Bilmasdan Alloh haqida gapirish. Bizi bugungi mavzuyimiz shu mavzu. Bilmasdan Alloh haqida, payg'ambar haqida, shariati haqida, dini haqida bemalol jur'at qilib gapirish qaysi darajaga Alloh subhanahu va taolo qo'yayotganligini bilib qo'yinglar. Bugungi mavzu shu. Bilmasdan jur'at qilib gapirib qo'yish. Birodarlar, hayron qolasiz. Tahorat masalasi, namoz masalasida ba'zi bir masalalarni bilib olib turib, bularga javob berayotgan kishi o'zi undan iyag'iga ilm yo'q. Undan iyag'idagi boshqa bir katta masalalarda ilm yo'q, lekin sahobalar boshqatirgan, Abu Bakr, Umar roziyallohu anhular boshqatirgan, muhojir va ansonlarni chaqirib maslahat qilaylikchi deydigan masalalarda bu odam bemalol jur'at qilib fatvo beradi. Sahobalarning fatvosi aziz birodarlar, mana nima bo'lgan desa, manaqa bo'lgan deb qo'ymagan hech kim. Sahobalarga berilayotgan savolga bu manaqa bo'lgan deb unaqa bo'lmagan. Katta masalalar bo'lsin, savollarga ansor va muhojirlarni chaqirardi Abu Bakr roziyallohu anhu. Umarul Xattob hatto Badrga qatnashgan sahobiy olimlarni chaqirib, shunaqa masala bo'lib qoldi, nima deysizlar deb so'rardi. Sahobiy ikromlar fatvo berishdan, mana tobiinlar aytadi, 120 ta sahobani ko'rdim deydi. Hozir ata esimdan chiqib turdi shu tobiin. 120 ta sahobani Rasulullohning masjidida uchratdim. Ularning bittasiga savol berilsa, falonchidan so'rang, pistonchidan so'rang, malondan so'rang deb, hatto hamma shu sahobalar ondan so'rang, bundan so'rang qilib, yana birinchi odamga kelib qolardik deyapti. Qarang, biladi bo'lmasa ular. O'zlaridan ahli ilmli bo'lgan kishilarga yo'lashyapti. Ondan so'rang deb. Bugungi kunda aziz birodarlar,
Shunaqa tilga jur'at qiladigan Alloh haqida, Allohning dini haqida, shariat haqida bilmasdan fatvolarga jur'at qilayotgan kishilar paydo bo'lib qolgan. Yoshlar ayniqsa, bu manaqa bo'ladi deydi. Manaqa bo'lib qoladi deb turib, bilmasdan fatvo beradigan kishilar bo'lgan. Bu eng katta u kishining diniga xatar bor. Alloh haqida bilmasdan gapirishlikni kofirlarda Alloh taolo sifatlagan. Alloh haqida bilmasdan gapiradi bular deb. Alloh haqida gapirish degani Allohning dini haqida gapirish ham xuddi shu. Chunki bu dinda bizga Alloh taolo nozil qilgan. Shariatni Alloh taolo nozil qilgan. Uni bironta odam bir narsa deb gapirib qo'ysa, Alloh haqida Allohga tuhmat qilgan bo'ladi. Ilmsizona gapirsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ilming bo'lmagan narsada fatvoni berma degan oyat bor. Ilming bo'lmagan narsada to'xtalma. Ilmingiz yo'qmi? U haqida ahli ilm o'zingizdan kattaroq odamga yo'llang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, bilgan odamlardan so'ranglar. Ahli zikr bo'lgan, shu narsada tajribasi bor, shu narsada faoliyati bor, shu narsada ilmi bor bo'lgan odamdan so'rang. Ayniqsa din masalalari bo'yicha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida safarga chiqqan sahobalarda bittasini boshi yorilib qolib tayammum qilib, tahoratni o'rniga tayammum qilib namoz o'qisam bo'ladimi dedi. Haligi boshi yorilib qolgan odam junub bo'lib qoldi-da, shu o'zini ichidagi kishilardan junub bo'lib qoldim, havo sovuq, tayammum qilib namoz o'qisam bo'ladimi dedi. Yo'q dedi, sen g'usl qilishga qodirsan, g'usl qilishing kerak dedi-da, xo'p deb turib haligi odamni boshdan suv quydirib g'usl qildirishdi. Keyin namozga o'qiysan dedi. Bo'pti deb g'usl qilib 3 kundan keyin haligi odam og'rib kasal bo'lib o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buni xabari yetib bordi-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haligi holatni eshitib, qataluhu qatalahumulloh. O'ltirishdi-da, Alloh ularni halok qilgunlar deb so'kdinglar. Ilmsizona fatvo bergan kishilarni qatalahumulloh dedi. Alloh ularni halok qilsin, Alloh o'ltirsin ularni. O'ltirishdi mana bitta odamni deb payg'ambarimiz koyidi, so'kdi, duoibat qildi. Noto'g'ri fatvolar shunaqa bo'ladi. Insonni harajga, qiyinchilikka tayammum nima uchun bizga farz qilindi? Nima uchun joriy qilingan tayammum? Shunaqa kasal bo'lib qolganda, suv zarar qilganda, sovuqlarda kasallik rivojlanib kuchayib ketmasin, shunaqa maqsadlarda shariatimiz tayammumni joriy qilgan. Bizni dinimizda aziz birodarlar tanglik yo'q. Harajlanib endi nima bo'larkin, qanaqa bo'larkin, sovuqda qiynalanyapsizmi? Sovuqda kasalingiz kuchayib ketadimi? Tayammum bor. Turib o'qigani qiynalanyapsizmi? O'tirib o'qing. O'tirib o'qigani qiynalanyapsizmi? Yotib olib o'qing. Bizni dinimizda turib o'qishing kerak, tamom. Hassani qo'yib olib turib o'qib, qiylansang ham. Bunaqa narsa yo'q. Roza tuta olmayapsizmi? Keyin min ayyamin ukhar dedi Alloh taolo. Boshqa kunlarda tutib bersanglar bo'laveradi. Faman kana maridan, atay oyatda kim kasal bo'lib qolsa, aw ala safarin yoki safarda bo'lib qolsa, bizni dinimizda bunaqa harajga qoldirib buni qilish kerak, bo'lmasa iloji yo'q deydigan narsa yo'q. Buyruqlarda hammasida aziz birodarlar ruxsatlar bor. Zakot berishing kerak, nech pul bo'lsa ham berishing farz. Zakotni moli nisobga yetgan odam beradi. Boshqa odamlarga farz emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innama kana yakfihi an yatayammama va ya'siba ala jarhihi khirfa. Ala jurhihi khirfa. Payg'ambar alayhisalom u tayammum qilsa bo'lardi. Shu a'zosiga boshini yollagan yeriga lata baylab tayammum qilsa bo'lardi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi. Birodarlar, boshqa bir hadislarda man afta bi g'ayri ilmin la'anatu malaikatu samai wal ard. Ilmsizona
kim fatvo beradigan bo'lsa, osmon va yer farishtalari uni la'natlaydi degan hadislar bor ekan. Ilmsizona bilmasdan fatvo bersa. Man afta bi g'ayri ilmi fa alayhi la'natullohi val malaika wan nas ajma'in. Kim ilmsizona fatvo beradigan bo'lsa, uni Allohni, farishtalarni va hamma odamlarning la'nati shunga bo'lsin. Qancha odamlarni halokatga uchratadi bilmasdan fatvo berish. Qancha odamlarni harajlantiradi bilmasdan fatvo berish. Qancha odamlarni kuchini, molini sovurilishiga sabab bo'ladi bilmasdan fatvo berish. Sahobalar aytishar ekan, ajraukum alal fatwa ajraukum alan nar. Fatvolarga sizlarni jur'atlirog'inglar jahannamga jur'atlirog'inglardir deb aytishadi. Ya'ni fatvoga kim jur'at qilsa, sahobalarni qarang. Imom Malik rahmatullohi alayh Yamandan bitta odam tuyasini ustiga minib Imom Malik rahmatullohi alayhga 48 ta savol to'plab keladi Yaman shahridan. Imom Malik 42 tasiga bilmadim deb javob beradi. Bilmadim deb Imom Malik rahmatullohi alayh Imom Shofiyning ustozi, Madinani olimi, Maliki mazhabining peshvosi, Muvatta hadis to'plamini 60 mingta hadis to'plamini muallifi bu kishi, katta olim. Imom Malik rahmatullohi alayhga Yamandan kelgan kishi 48 ta masala savol yozib kelgan bo'ladi. Hamma 46 tasini bilmayman deydi. 6 tasiga javob beradi xolos. Bu nimadan? Qanday men qiylanib atay sizga keldim shayx deydi. Atay sizga o Yamandan keldim. Nima deb o'ylashadi odamlar? Imom Malik bilmadi desa, unda nima deb o'ylashadi? Odamlar nima deb o'ylasa o'ylasin deydi. Borib odamlarga aytib qo'y. 6 ta savolimga javob berdi, qolganini bilmayman deb javob berdi deb aytaver xotirjam deb. Imom Malik rahmatullohi alayh aziz birodarlar, bilmayman deb javob berishligi bilan obro'sizlanib qolgan yo'q. Imom Malik rahmatullohi alayh bilmayman deb javob berishligi bilan odamlar u kishini yomon ko'rib, ha bu ilmsiz emas ekan degan yo'q, aksincha. Odamlarning qalbida Imom Malikka bo'lgan muhabbat kuchli bo'lib ketdi. Imom Malikning obro'si podsholarning obro'sidan baland bo'lgan. Fatvo berayotgan odam fatvo beru, ya'ni berilayotgan kishilardan ko'ra o'ziga birinchi rahim qilsin. O'ziga rahim qilsin. Bularni masalasini yechib bermasak bo'lmaydi. Bular yashab ketsin endi, 5 ta bolasi bor ekan, shunaqa taloq qo'yibdi, iplab yarashtirib qo'yaylik deb fatvoni mumkin emas bo'lgan taloqlarga fatvoni topib yo'q bo'lgan, mumkin emas bo'lgan taloqni yarashtirib qo'yayotgan kishilar birinchi o'ziga rahim qilsin. 5 ta bolasi boshqasi emas, fatvo chunki sizni fatvoingiz bilan bularning hayoti zino bo'ladi. Sizni fatvoingiz bilan zino bo'lgan hayot, ya'ni bulardan tug'iladigan farzandlar valadi zino bo'ladi. Bularga gunoh bo'lmaydi. Kelin kuyovga gunoh bo'lmaydi. Bularni mumkin emas bo'lgan fatvoni topib nikohlab qo'ygan kishiga gunoh bo'ladi. 10 yil yashasa, 20 yil yashasa, bularda aziz birodarlar gunohi ana shu fatvo bergan kim? Qaysi ahli ilm, qaysi domla, qaysi olim unga fatvo shunga bo'ladi gunoh. Bularga yashashaveradi. Shuning uchun fatvo berayotgan kishi birinchi o'ziga rahim qilsin. Nima masala haqida so'ralsanglar, birinchi o'zingizlarga rahim qilinglar. Ularga yo'l, bunday qilsang ham bo'laveradi, bunday qilsang ham bo'laveradi emas. Bugun shunaqa aziz birodarlar, yoshlar paydo bo'ldi. Kuchli masalalarda fatvo berib qo'yishadi. Al-vala val baro masalalarida, mana narsa halol, mana narsa harom degan masalalarda, taloq masalalarida ba'zi bir ahli ilm olimlar muhokama qilib o'ylanadigan, hozirgi aytganimizdek sahobalar jamlanib, Abu Bakr, Umar al-Xattob, butun olim sahobalar jamlanib masala shuni qanday bo'ladi deydigan masalalarda
bugun ilmi yo'q, Qur'ondan nasibasi yo'q yoki hadisdan, sunnatdan bir ilmi yo'q bo'lgan yoki ijtihod ilmidan ma'lumoti yo'q bo'lgan yoshlar bugun fatvo berishga ancha jur'atli bo'lib qolgan. Allohdan qo'rqinglar. Bu aziz birodarlar, bugungi kunning eng katta fitnalaridan biri. Bugungi kunning islomda tafriqa bo'lib, bo'linib, bir-birlarini yomon ko'rishib, bir-birlariga yomon qarash qilib, fitnalarda urchishiga sabab bo'lgan 95% narsa ilmsizona fatvo berish. Bilmasdan fatvo berish. Shuni bilib qo'yinglar. Firqalarda paydo bo'lishligiga sabab ilmsizona fatvo berish. Bo'linib yorilishlikka, musulmonlar bo'linib yorilishligiga sabab bilmasdan fatvo berish. Bu talab ilm Qur'ondagi na xos omda ajratsin. Mutlaq muqayyatda ajratsin. Shoz masalalarni ajratsin. Bu hech qanaqa bir birovlardan internetdan eshitib olgan yoki bir o'zini qo'lida bir ikkita kitoblar o'qigan bo'lishi mumkin, lekin chuqur masalalarni o'qimasdan ha bu manaqa, ha bu bunaqa deb turib bemalol fatvoga jur'at qilishligi bu aziz birodarlar dinimizga juda katta musibat bu. Musulmonlarga musibat, musulmonlarni bo'linib yorilishligiga, bir-biriga yomon qarashlikka musibat. Shuning uchun ilm o'rganishlik kerak yoshlar. Ilmni o'rganinglar. Fatvo berishga Imom Azam rahmatullohi alayhi mana Hanafiy mazhabini, bizning mazhabimizni peshvosi, rahbari Imom Azam rahmatullohi alayhi shu qo'y men muftiy bo'lmay deb qamalib ketgan. Bilasizlar buni. Fatvo bermay, meni fatvoyim o'tmay qolmasin, shariatga tushmay qolmasin, shu qozilik, fatvo berish, hukm chiqarish masalalarida men uzoq bo'lay deb unamay qochib shu rahbarlik, fatvo berish rahbarligidan qochgan. Sahobalar hijolat bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayhiga savol tushib qolsa, ya'ni kuchliroq savol tushib qolsa, Qur'onni bir sira xatm qilib, ine javob beradi. Qur'onni bir sira xatm qilib, ine javob xatm qilish u bizning xatmimiz emas u. Varlat, sharlat o'qib qo'yish emas. Imom Azam rahmatullohi alayh Qur'onni o'qiyotganda xotirjam, osoyishta, og'ir bosiqlik bilan butun o'qiyotgan masalalarni, ya'ni hukmlarni, Qur'ondagi hukmlarni hammasini bir sira tadabbur bilan o'qigan u kishilar. Buni ma'nolarini hammasini yaxshi tushunganligi uchun bir sira Qur'onni o'qib, undan keyin javob berganlar. Bugun bizga 40 ta savol bersa, hammasini javob berishga tayyormiz. Bemalol javob berib boramiz. Mana shunaqamikin yoki unaqamikin deb unaqa gumonlarning ustiga qurilgan din emas. Shariat ilmlari bor, shariat ahkomlari bor. Hammasi azbirlardan shu davobitlar bilan. Ya'ni hammasi aql, es, xush, his, hamma his tuyg'ulari jamlangan holatda aytilgan fatvolar bular. Sahobalarning fatvolari, tobiinlarning fatvolari, mujtahidlarning fatvolari hammasi shunaqa bo'lsa kerak, unaqa bo'lsa kerak degan gumonni ustiga qurilgan fatvolar yo'q. Shuning uchun aziz birodarlar, biz ham fatvoga jur'atli bo'lmaylik. Din masalalarini xotibiyat bor, hoziyat bor bizda, muftiyat saytlari bor, alohida shuni so'ranglar deb. Ya'ni call center ochilib qolgan, bu degani muftiyatga o'zini shunaqa kimni qanaqa savollari bo'lsa, shu savollarni berib, shundan fatvo bo'lim boshchilari, ahli ilmlar, Hanafiy mazhabining olimlari muftiyatda o'tirishadi, shular bemalol fatvo berishadi. Payg'ambardan men ilm o'rganaman, Alloh nima debdi, Rasululloh nima debdi, sahobiy ikromlar nima debdi, mujtahidlar nima debdi deb shu ilmni o'rgangan kishi demak payg'ambarning merosini olishga harakat qildi. Birodarlar, payg'ambarning merosxo'ri bo'lish bu juda katta sharaf, bilib qo'yinglar. Kimdan siz meros olyapsiz? Otangizdan qolgan merosga xursandsiz masalan. Dadamdan shuncha mol qoldi, shuncha dunyo qoldi deb.
Payg'ambardan qolgan narsa bu ilm. Ilm o'qinglar. Ilm o'rganinglar. Ilmni to'liq mukammal olmasdan, shu ilmni mukammal bilmasdan qaysi bobda bo'lishidan qat'iy nazar, hadis bobidami, Qur'on bobidami, fiqh bobidami, namoz tahorat bobi bo'lsin, taloq nikoh masalasi bo'lsin, shu ilmni mukammal bilmagunizcha aziz birodarlar fatvo bermang. Arzimagan narsalarda ham fatvo bermang. Bunday qilib boring, bo'laradi qilib ana qilmang. Hamma narsani ilm ustida aytganingiz ma'qul. Bilmasangiz mahalla imomi bor. Yoki bilmasangiz kattaroq ahli ilm, o'zingiz ixlos qilgan ahli ilmlar bor. Mana shu ahli ilmlardan o'rganib, oyat, hadis, dalillarni o'rganib, aniq ishonch ustida amal qiling. Birodarlar, xo'p. Domlalardan ba'zi internetda masalalarda eshitasizlar. Eshitayotganda ham qunt bilan eshitinglar. Ya'ni eshitilayotgan har bir masala amal qilaman inshaalloh shunga degan niyatda eshitinglar boshida. Shunga amal qilaman degan niyatda eshitinglar. Agar unday bo'lmasa, eshitilgan yarim soat, 1 soat mav'izani foydasi bo'lmay qoladi. Aziz birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bitta so'zini sizlarga aytaylik. Naddarallohu imro'an sami'a maqolati fa wa'aha fa addaha. Alloh taolo bir kishini yuzini yorug' qilsin. Yuzini ko'rkam qilsin. U odam mendan bitta gapni eshitib, tushunib, yodlab, anglab, boshqa odamlarga yetkazgan kishini deyapti. Tushundinglar-a? Mendan bitta so'zimni eshitib, yodlab, tushunib, anglab, nima uchun aytayapman buni? Bundan bu so'zdan maqsad nimaligini to'liq tushunib aytgan kishini Alloh taolo yuzini ko'rkam qilsin. Chiroyli yurishni, chiroyli bo'lishni xohlasanglar, ilm o'qinglar. Shu dunyoda ham Alloh taolo sizni yuzingizni chiroyli qilib qo'yadi. Yuzing chiroyli bo'lsin deyotgan kishilar ilm o'qinglar va shu ilmni boshqalarga yetkazishga harakat qilinglar. Qiyomatda har xil yuzlar bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yawma tabyaddu wujuh va taswaddu wujuh. Qora yuzlar bo'ladi, qop-qora yuzlar bo'ladi. Qilmishiga yarasha Alloh taolo yuzini har xil qilib qo'yadi. Inson qilgan amalini, jinoyatiga yarasha ahvolini har xil qilib qo'yadi. Shu dunyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bitta ilmni eshitib, bitta hadisni eshitib, anglab, tushunib, zo'r qilib tushunib olgandan keyin uni yana bitta narsani aytib qo'ying, sizlarni ilmni yetkazishlikka eng haqli odam sizlar uchun oilanglar. Bilib qo'yinglar shuni. Oilanglar ko'chadagi odamlar emas. Eng birinchi domladan eshitgan, kitobdan o'qigan yo bir mav'izalarni eshitgan ma'lumotni sizlar yetkazishlikka eng birinchi haqli odaminglar oilanglar. Ayolingiz, bola chaqangiz, kelin-kertak, qizingiz shular. Undan shularga yetkazing birinchi. Shularga yetkazsangiz ham shu ilmni yetkazgan bo'lasiz. Qiyomatda yuzi qaroqlarda oldida bir Alloh taolo har xil o'zgartirib qo'ygan kishilarning oldida sizni yuzingiz ko'rkam, chiroyli, nurli holatda qiyomatda turasiz. Bu eng katta aziz birodarlar sharaf. Ishqilib qiyomatda yuzimni qaro qilib qo'ymagin degan oqsoqollarning duosi bor. Namozlarimni yuzimga urmagin degan duosi bor. Yuz tuban jahannamga so'diralib tushdi degan hadislar bor. Chunki yuz insonda eng obro'li yeri. Obro'li yeri inson tanasida yuzi hisoblanadi. Yuziga qaraysiz odamni, boshqa yonboshiga qarab muomala qilmaysiz. Qiyomatda har xil yuzlar bo'ladi. Shu yuzlari, yuzim chiroyli bo'lsin, ko'rkam bo'lsin, zo'r, ya'ni shodlanib turay, xursand bo'lib turay deyotgan kishi Rasulullohdan qolgan merosda ilmni o'rgansin, o'qisin. O'qigan narsasini chiroyli qilib ahli oilasiga yetkazsin. Ahli oilaga yetkazilgandan keyin sizga haqli bo'lgan kishilar, qarindoshlar, do'stlar, mahalla-ko'y yetkazsin. Bu aziz birodarlar, biz mana shunday shariatimizni buyruqlardan biri.
Alloh subhanahu va taolo hammalarimiz dini islomda sobit qadam qilsin. Alloh taolo eshitgan narsamizni yaxshilarga amal qilishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni olimlardan, qorilardan qilishligini Alloh nasib ro'za aylasin.